Ramazon tugaydi. Har yili Ramazon tugagan paytda bir narsani doim urg'u beramiz. Bir narsaga urg'u beramiz. U ham bo'lsa, ya'ni Ramazoniylardan bo'lib qolmaslik. Alloh avvalambor meni o'zimni Ramazoniylardan qilib qo'ymasin va barchamizni Ramazoniylardan qilib qo'ymasin. Ramazonda inson chiniqadi, ibodatlarga o'rganadi. Va Ramazondan keyin xuddi shu ibodatlarni davom ettirishlik Ramazondan oldingiga nisbatan yengilroq bo'ladi. O'zidan Ramazondan chiqqandan keyin Qur'on o'qishni agarda xohlab qolayotgan bo'lsangiz, bir narsa kamlik qilayotgan bo'lsa, bilib qo'ying, demak siz nafsingizni Ramazonda ibodat bilan chiniqtirgansiz. Qur'on o'qib turib, siz nafsingizni qiynagansiz. Agarda xuftondan keyin bir narsa kamlik qilayotgan bo'lsa, bilingki, siz tarovih namoziga kunlik odatlangansizki, nafsingiz o'shani kutsayapti. Ha? Mana kecha bir akalarimiz bir gruppada yozishyapti. Bir g'alati bo'lyapman, deyapti, uyda o'tirib deydi. O'rganib qopmiz deb orqasidan biri yig'lamsiragan smaylikni jo'natib qo'yapti. Yani, alhamdulillah. Demak, ibodatni sog'inish bu. Ibodatni sog'inish. O'zi Ramazondan keyin inson ibodatga yana xuddi Ramazonda ibodat qilgandaqa qilib, men tabiiyki tarovih namozlari bo'lmaydi. Xuddi shunaqa Qur'on o'qib, xuddi shunday bir nafl ro'zalarni tutishga haris bo'lib qolsa, buni misolini sevgilisidan, habibidan ayrilgisi kelmayotgan insonga o'xshatsa bo'ladi. Sevgilisidan ayrilgan odam agarda qaytishni, ko'rishni, yana uchrashishni iloji bo'lsa, uchrasha olmay tura olmaydi. Albatta bir bahona qidiradi, albatta uchrashishga harakat qiladi. Ramazondan chiqqandan keyin kimdadir nafsida shunday bir tuyg'u paydo bo'layotgan bo'lsa, demak bilsin, avvalo u insonni amali qabul bo'lganligini belgisi. Chunki solih amalni qabul bo'lganligini belgisi o'laroq insonga solih amallar suyukli bo'lib qoladi. Insonga solih amallar yengil, qulay bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo ilohim haqiqatan ham amali maqbul bo'lgan zotlardan qilgan bo'lsin. Kimki bu oyda qanaqangi yaxshilik qilgan bo'lsa, hammasini ortig'i bilan 700 barobar bilan savobini ko'paytirib bergan bo'lsin.